Hilol opa, mani bolam yaqinda 2 ga kiradi, lekin hali ham yurishni boshlamadi. Nimaga unaqa bo'lyapti? Voy, buni sabablari juda ko'p, lekin birinchi o'rinda nimadan kelib chiqqan sababini bilishimiz kerak. Bu bo'lishi mumkin perinatal davridagi qanaqadir bir salbiy ko'rsatkichlar yoki qanaqadir sabablar bo'lgan bo'lsa ham, bu tug'ruqdan keyin o'sha bola 2 yoshga kirgandan 3 yoshga kirganda yurmayotgan, kechikib qolayotgan sababini birinchi o'rinda aniqlab topish kerak. Ya'ni ona orqali biz anamnez yig'ishimiz kerak bola haqida. Bu bolada perinatal davrda yoki tug'ruq jarayonida travma bilan tug'ildimi, o'qiga o'ralib tug'ildimi, bular asoratini ko'rsatmasdan qo'ymaydi. Aytganingizdek, 3 yoshda balki nevrologik kasallik orqali kechikib qolayotgan bo'lishi mumkin. Reflektorni kech qolish kuzatilayotgan bo'lishi mumkin. Reflektorni degani, например, bolani reflekslari yo'q, ishlamayapti. Uni shuna talchoq berib ishlab olasiz, bola yurib ketishi mumkin. Va birinchi o'rinda shunaqa kuchli texnikalar bor, voida bobo terapiyalar, o'shalar bilan qilib keyin to'g'irlab olsa bo'ladi, yurg'izib olsa bo'ladi. Nafaqat yurishda kech qolish, balki ertaga nutqidagi kech qolishlar ham kuzatilishi mumkin. Lekin kelib chiqish sababini bilib va o'shanga oid bo'lgan massaj turlarini deymizmi yoki texnika bajarish orqali biz to'g'irlashimiz mumkin. Agarda vaqtida yurg'izishga harakat qilmasanglar, oyijonlar mas'uliyatsiz yondashib, o'zini vaqtini me'yordan o'tkazib qo'ysa, bu orttirilgan DTP ham qo'yadi.